Oltinchi masala shartini ko'rib turibsiz. X ga deyapti, kaliy gidroksid bersak, xo'p, ammiak, suv, kaliy yodid chiqadi dedi va X toping dedi. Demak, X moddamiz qandaydir modda bo'lgan. Unga biz demak kaliy gidroksid berganimizda, diqqat qiling. Ammiak, suv, kaliy yodid chiqibdi. Demak, e'tibor bering. Kaliy bor bu tomonda ham. Ikki tomonni xullas solishtirishimiz kerak bo'ladi. Nima bor, nima yo'qligiga qarab. Keyin yod yo'q. Kislorodimiz bir dona. Demak, mana shu yerdan kelgan kislorod, bir dona kislorod shu yerdan kelgan. Demak, mana bu X'imiz tarkibida kislorod yo'q. X'imiz tarkibida azot bor ekan, vodorod bor va aytayaptiki, yod ham bor. Demak, bu to'g'ri kelyapti. Agar mana bu yerdagi bitta dona vodorodni mana bu yerdagi suv tarkibidagi vodoroddan bir donasini ayirsam, bitta qoladi. Bu tomondagi 3 ta bilan 4 bo'ladi. Demak, NH4 yod bo'lgan ekan. Demak, ammoniy yodid bo'lgan ekan. Mana shu X moddamiz. X moddaning molyar massasini so'rayapti. Ammoniy yodidni molyar massasi. Ammoniyning massasi 18 qo'shilgan yodniga 127 barobar 145 bo'ladi. 145. To'g'ri javob A.